Assalomu alaykum aziz dehqonlar, mirishkorlar, kanalimiz obunachilari. Bugun shu kecha kunduz oralig'ida bir qator chetga tortdim, mana shunaqa qilib. Hammasi alohida do'ga qilib 75% setkadan tortib chiqdik. 75% setkani ham har xil bo'lar ekan, bir xillari juda qorong'i beraverar ekan, bir xillari juda seyralroq berar ekan. Biz ozgina adashib qo'yganimiz, sal qalin olganimiz qoldi. Chunki mana fotosintez bo'lish uchun quyosh kerak, nur kerak. Bizda hali ham gullayapti albatta mana. Hosillari mana. Hosillari. Hozir qani o'zingizga kelyapti. Hozir. Mana konusimi. Bileskilari yaxshi. Mana kipriklari ham mana. Xo'sh. Mana hosillari. O'zi bir dehqonchasi jonivor ham juda biyor qulupnay bu sortni. Mana hosillari. Ishlarim 35 gram, 30 gramlik qulupnaylar. Shu salafan tortganda qulupnaylar shu qulupnaylar sifati yaxshi chiqar ekan. Mana brisklari bularga chang aralashmagan hisobiga. Bu ana yerga ekilgan, oddiy yerga ekilgan albom. Salafan qo'yilmasi. Lekin bunda navlelni kontrol qilsa bo'lar ekan-u. Lekin o'tni nazorat qilish qiyin ekan. Hali ham gullayapti mana albom. Albomlar mana. Hosillar hali. Ketma-ket chiqib kelyapti. Hosillar har 2 kunda bir terim bo'lyapti. 2 kunda bir. Hosillar. Bozor tortimi zo'r ketyapti. O'tganga nisbatan yaxshi, hozir bozor narxlari ham yaxshi. 40 mingdan aylanyapti aralashiga. Sirovchilar ham yaxshi bo'lyapti. Yirik chiqyapti qulupnaylar. Xo'sh, mana shunday holatda ketyapti. Bizga qilgan shu bo'ldi. Mana shunday do'ga qilib mana tortdik setka. Xo'sh. Do'gani eni 6 metr, uzunligi obshi 54 metr. Setka 75%lik. Bu oralig'i 6 metrda, har bir stokan oralig'i 40lik turbaga qilingan. Biz balagan uchun qoldirganimiz uchun 40likka qilganmiz. O'zimizda turba bor edi. Katta yo'llarda ishlatilgan, endi sal qochgan elastikasi, lekin shu bilan ham yaxshi bo'ladi. Balagan uchun, halolda teplisa uchun bo'ladi deb turibmiz. Mana albomlar chumoli shira toshyapti. Endi sekin hosillari chiqib kelyapti birin-ketin. Mana gullari. Bu tomonda boshqacha yerga parvarishda ekilgan. Hosil boshqacharoq. Umumiy holat mana shunaqa. Yaxshi, Allohga shukr, yaxshi. Alhamdulillah. Mana
hosili bo'lsa, mana bandlari ham qalin chiqib kelyapti. Yani ichida gul ham chiqaryapti. Kun issiq bo'lganiga bular vegetatsiyaga ko'p urg'uradi. O'zini sababi 30 gradusdan oshgandan keyin qulupnaylar gullash sekinlashib qoladi. Hozir kerakli qulupnaylarimizni sotuvga chiqaramiz. Mashinalar ketyapti. Bu sentabrga kirgan albatta. Bo'yi baland. Ancha. Bunisi fevralda kirgan albatta. Xo'sh. Terimchilarimiz teryapti uni. Hosillar ishni hosillarni terib olib sartaroshga o'tkazamiz endi. Mana sentabrga kelgan albionlar. Albionlar. Sekin yonida ko'chatni ham boshlab o'rganamiz. Kimga kerak bo'lsa buyurtma olyapmiz hozir albionlarga. Torf, isvoz torfda bo'lyapti. Ko'chatlar hammasi shu biznes qilaman, yaxshi daromad erishaman deganlar bo'lsa albion eksin. Sinovdan 3 yildan beri menda o'tyapti. O'zini oqlab kelyapti har tomonlama.